Davom etamiz. O'zbekiston Fanlar akademiyasi, Davlat va huquq instituti hamda inson huquqlari bo'yicha milliy markaz hamkorligida maxsus konferensiya tashkil etildi. Unda huquqiy davlat qurilishi, inson huquqlarini ta'minlash va xalqaro standartlarga mos yondashuvlar bo'yicha fikrlar berildi. Konferensiyada ekspertlar, huquqshunoslar hamda tegishli tashkilotlar vakillari ishtirok etishdi. Onlayn va offlayn tarzda tashkil etilgan ilmiy-amaliy konferensiyada xalqaro va milliy tashkilotlar vakillari, ekspertlar, professor-o'qituvchilar hamda doktorantlar faol qatnashdilar. Muhokama markazidagi mavzu esa dolzarb, ya'ni yangi O'zbekistonda davlat va huquq taraqqiyotining globallashuv sharoitidagi rivojlanishi, yangi yondashuvlar va ularning tendensiyalari. Ishtirokchilar ma'ruzalarida ayni mavzudagi kuzatuvlari, qarashlari va tahlillari yuzasidan ma'lumotlar berishdi. Globallashuv dunyo davlatlar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash barobarida davlat mustaqilligini mustahkamlashning dolzarb ekanligini ko'rsatmoqda. Davlat boshqaruv va huquq tizimiga innovatsiyalarni kiritish, axborot texnologiyalaridan foydalanish va yangi usullar bilan davlat va huquqni rivojlantirish jarayonlarini yangi bosqichga olib chiqish o'ta dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shuningdek, konstitutsiyaviy nazoratni takomillashtirish, sud tizimida bilimli, tashabbuskor mutaxassislarni tayyorlash va mamlakatning huquqiy maydondagi o'rni haqida ham fikr-mulohazalar bildirildi. Mazkur anjumanning o'tkazilishi mamlakatimizda umuman davlatchilik yo'nalishidagi qonunchilikni yanada takomillashtirish, konstitutsionalizmni asoslarini yanada mustahkamlash, inson huquqlari hamda manfaatlarini ta'minlash. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, mamlakatimizda nafaqat qonunchilikni, balki huquqni qo'llash amaliyotini ham birdek takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur konferensiya nafaqat ilmiy-amaliy muloqot platformasi qolaversa, davlat va huquq sohasida yangi g'oyalar, innovatsion yondashuvlar uchun ham muhim muloqot maydoni bo'lgani ta'kidlandi. Nozima Mamatova, Sherzod Komilov, Abdulaziz Abdusamatov, Hudud informatsion dasturi uchun.